Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Pensiya indeksatsiyasi, ya'ni pensiyalar oshirilganda kimga qancha qo'shiladi, kimning puli oshadi, kimniki esa nega kutilganidek ko'paymaydi. Bu masala faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlariga, yaqinlariga, boquvchisini yo'qotgan oilalarga, nogironligi bo'lgan fuqarolarga ham bevosita tegishli. Chunki pensiya oshirilganda ko'pchilik hammaniki bir xil oshadimi? Mening onamga nega kamroq tushdi? Otamning pensiyasi nega qo'shilmadi? Bank kartiga tushgan pul to'g'rimi? Degan savollar bilan qiynaladi. Men bugun sizga oddiy tilda aniq misollar bilan tushuntiraman. Pensiya indeksatsiyasi qanday ishlaydi? Kimlar yutadi? Kimlar ehtiyot bo'lishi kerak? Qaysi holatlarda pensiya qayta hisoblanadi? Qaysi holatlarda esa odam oshdi deb o'ylaydi-yu, amalda summa deyarli o'zgarmaydi. Video juda muhim. Oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotni bilish nafaqat pulingizni, balki huquqingizni ham himoya qiladi. Avvalo, pensiya indeksatsiyasi deganda nimani tushunamiz? Juda sodda qilib aytsam, bu davlat tomonidan pensiya, nafaqa yoki ayrim ijtimoiy to'lovlar miqdorini narx-navo, yashash xarajatlari, ish haqi va budjet imkoniyatlariga qarab oshirish jarayonidir. Ya'ni bozorda oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal to'lovlar, transport xarajatlari qimmatlashsa, pensionerning daromadi butunlay orqada qolib ketmasligi uchun pensiya ham ma'lum foizga yoki belgilangan miqdorda oshiriladi. Lekin eng katta tushunmovchilik mana shu joyda boshlanadi. Odamlar pensiya 15% oshdi degan xabarni eshitadi va darhol o'z pensiyasini kalkulyatorda 15% ga ko'paytiradi. Masalan, 20 million 200 ming so'm olayotgan odam, demak menga 180 ming qo'shiladi. Jami 20 million 380 ming bo'ladi deb o'ylaydi. Ammo amalda karta yoki naqd pul orqali boshqa summa tushishi mumkin. Nega? Chunki hamma pensiya turi bir xil hisoblanmaydi. Hamma qo'shimcha to'lovlar indeksatsiyaga kirmasligi mumkin. Ba'zi ustamalar alohida tartibda belgilanadi, ayrim qarzdorlik. Ushlab qolish yoki oldindan to'langan summa ham yakuniy pulga ta'sir qiladi. Oldin qanday edi? Avval ham pensiyalar va nafaqalar ma'lum davrlarda oshirib kelingan. Odatda bunday oshirishlar prezident farmoni yoki hukumat qarori asosida amalga oshiriladi. Hujjatda aniq ko'rsatiladi. Yoshga doir pensiyalar, nogironlik pensiyalari, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyalari, ijtimoiy nafaqalar, bolalikdan nogironligi bo'lgan shaxslar nafaqasi, zarur mehnat stajiga ega bo'lmagan keksalar nafaqasi va boshqa to'lovlar qaysi tartibda oshiriladi. Lekin har safar asosiy savol bitta. Oshirish umumiy pensiya summasiga qo'llanadimi yoki faqat bazaviy hisoblash miqdoriga, eng kam pensiya miqdoriga, nafaqa turiga yoki alohida ustamaga taalluqlimi? Hozir nima o'zgardi? Asosiy o'zgarish shundaki, pensionerlar orasida farqlanish yanada aniq sezilmoqda. Kimdir to'liq mehnat staji bilan yoshga doir pensiya oladi. Kimdir staji yetmagani uchun nafaqa oladi. Kimdir nogironlik pensiyasi oladi. Kimdir boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov oladi. Pensiya oshirilganda hamma bir xil qariya sifatida ko'rilmaydi. Tizim ularning pensiya turi, staji, ish haqi tarixi, ustamalari va oilaviy holatiga qarab ajratadi. Shuning uchun sarlavhada aytilganidek, qariyalar go'yoki bo'lingandek ko'rinadi. Bir toifaga ko'proq, boshqasiga kamroq, yana boshqasiga faqat minimal miqdor darajasida o'sish bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda pensiya oluvchilarni shartli ravishda bir necha guruhga ajratib olaylik. Birinchi guruh yoshga doir pensiya oluvchilar. Bu eng ko'p uchraydigan toifa. Ularning pensiyasi odatda mehnat staji, ilgari ishlagan davrdagi daromadi va qonunchilikdagi hisoblash tartibiga qarab belgilanadi. Agar indeksatsiya yoshga doir pensiyalarga qo'llansa, ular oshirishdan foydalanadi. Lekin bu yerda ham bir muhim jihat bor. Pensiyaning asosiy qismi va qo'shimcha ustamalari bir xil oshmasligi mumkin. Masalan, birinchi misol, Otaxon Tayki yoshda 32 yil ish stajiga ega, hozir 20 million 500 ming so'm pensiya oladi. Agar pensiyalar 10% ga indeksatsiya qilinsa va bu oshirish uning pensiya summasining tegishli qismiga qo'llansa, u taxminan 70 ming so'm qo'shimcha kutishi mumkin. Lekin agar uning pensiyasida alohida kompensatsiya, bir martalik qo'shimcha yoki indeksatsiyaga kirmaydigan ustama bo'lsa, oshirish 20 million 500 mingning hammasiga emas, masalan 20 million 350 ming so'mlik asosiy qismiga qo'llanishi mumkin. Shunda qo'shimcha 150 ming emas, 1035 ming atrofida bo'ladi. Odam esa menim aldashdi deb o'ylaydi. Aslida hisoblash bazasi boshqacha bo'lgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi guruh nogironlik pensiyasi oluvchilar.
bu yerda ham toifa nogironlik guruhi mehnat staji pensiya yoki nafaqa ekanligi muhim. Ba'zi odam nogironlik pensiyasi oladi, chunki mehnat staji bor. Ba'zi odam esa nogironlik nafaqasi oladi, chunki pensiya tayinlash uchun zarur sta yetarli emas. Bu ikkisi bir xil emas. Indeksatsiya qarorida pensiyalar oshirilsin deyilsa, pensiya oluvchilarga tegadi. Nafaqalar ham oshirilsin deyilsa, nafaqa oluvchilarga ham taalluqli bo'ladi. Agar hujjatda faqat ayrim turdagi to'lovlar sanab o'tilsa, hamma avtomatik kirmaydi. Uchinchi guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Masalan, ota vafot etgan, farzandlar yoki turmush o'rtog'i boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya oladi. Bu pensiya oiladagi nafaqa oluvchilar soniga, boquvchining ish stajiga va boshqa omillarga bog'liq. Indeksatsiya bo'lganda summa oshishi mumkin, lekin agar oilada oluvchilar soni o'zgarsa, masalan, farzand 15 yoshga to'lsa yoki o'qishni tugatsa, pensiya qayta ko'rib chiqiladi. Shunda odam indeksatsiya bo'ldi, lekin pulim kamaydi deb hayron qoladi. Sabab indeksatsiya emas, oluvchilar tarkibi o'zgargan bo'lishi mumkin. 4-guruh zarur stajiga bo'lmagan keksalar. Bu juda nozik masala. Ko'p onaxonlar hayoti davomida uy ro'zg'or, bola tarbiyasi, norasmiy mehnat bilan band bo'lgan, lekin rasmiy ishda yetarli bo'lmagan. Ular pensiya emas, ijtimoiy nafaqa olishi mumkin. Pensiya indeksatsiyasi haqida gap ketganda, aynan shu guruh ko'pincha o'zini chetda qolgandek his qiladi. Chunki ularning to'lovi pensiya formulasi bilan emas, alohida belgilangan minimal ijtimoiy yordam miqdori bilan hisoblanadi. Agar qarorda nafaqalar ham oshirilsa, ular ham foyda ko'radi. Agar faqat pensiya miqdorlari qayta hisoblangan bo'lsa, ularning puli boshqacha tartibda o'zgaradi. Endi aniq misollar bilan ko'rib chiqamiz. Masalan, bir onaxon 700 ming so'm atrofida ijtimoiy nafaqa oladi, chunki staji yetarli emas. Yon qo'shnisi esa 1 800 ming so'm yoshga doir pensiya oladi. O avda pensiyalar oshdi degan xabar chiqdi. Onaxon ham xursand bo'lib kutadi. Lekin to'lov kuni qo'shnining pensiyasi sezilarli oshadi. Onaxonniki esa juda kam o'zgaradi yoki boshqa sanadan boshlab oshadi. Bu adolatsizlikdek ko'rinishi mumkin, lekin qonuniy nuqtai nazardan ular ikki xil toifadagi oluvchi hisoblanadi. Shuning uchun men har doim aytaman. Birinchi savol, men pensionermanmi? Emas. Balki men qaysi turdagi to'lovni olyapman bo'lishi kerak. Yana bir misol. Akaxon 20 yil zavodda ishlagan, yug'ori maosh olgan, hozir pensiyasi 2 million 400 ming so'm. Uning ukasi esa ko'p yil norasmiy ishlagan, rasmiy staji kam. Pensiyasi 9 ming so'm. Indeksatsiya foiz hisobida bo'lsa, akaxonga qo'shiladigan pul miqdori ko'proq ko'rinadi. Masalan, 10% bo'lsa, 2 ming so'm. Ukasiga esa 5 ming so'm. Shunda boyroq pensionerga ko'proq, kam oladiganga kamroq qo'shildi degan e'tiroz chiqadi. Buning sababi foizli indeksatsiyaning tabiati shunday. Kimning bazasi katta bo'lsa, qo'shimcha ham katta chiqadi. Ayrim hollarda davlat eng kam pensiyalarni alohida oshirish orqali past daromadli pensionerlarni qo'llab-quvvatlaydi. Lekin bu har bir oshirishda bir xil bo'lmaydi. Kim xavotir olish kerak? Birinchidan, pensiya summasi oxirgi oyda kutilmaganda kamaygan yoki o'zgarmagan bo'lsa. Ikkinchidan, bank kartaga tushgan summa rasmiy e'lon qilingan oshirishga mos kelmasa. Uchinchidan, pensiya ishida staj bo'yicha bahsli davrlar bo'lsa. To'rtinchidan, pensioner ishlashda davom etayotgan bo'lsa va ish beruvchi badallar, daromadlar bo'yicha ma'lumotlarni to'g'ri topshirmaganini bilmasa. Beshinchidan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida farzand yoshi, o'qish holati yoki oilaviy tarkib o'zgargan bo'lsa. Kim ortiqcha xavotir olmasligi kerak? Agar sizning pensiyangiz oldingi oyga nisbatan oshgan bo'lsa, hisob-kitob varaqasida qarzdorlik yoki ushlab qolish bo'lmasa, pensiya turi o'zgarmagan bo'lsa, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, odatda tizim avtomatik qayta hisoblaydi. Ko'p hollarda pensioner hech qayerga bormasdan yangi miqdordagi pulni oladi. Lekin baribir o'z summangizni tekshirishni maslahat beraman, chunki xatolar kam bo'lsa ham uchrab turadi. Endi eng ko'p e'tibor berilmaydigan nuanslarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Indeksatsiya sanasi bilan to'lov sanasi bir xil bo'lmasligi mumkin. Masalan, oshirish yil sanadan kuchga kiradi. Lekin siz pensiyani oyning 10 kuni yoki 20 kuni olasiz. Ba'zan birinchi oyda eski va yangi miqdor orasidagi farq keyingi to'lovda qo'shib beriladi. Shunda odam bir oy kamroq, keyingi oy ko'proq olishi mumkin. Buni ko'rmasdan turib darhol pulimni kesishdi deyish noto'g'ri. Ikkinchi nozik jihat, ayrim ushlab qolishlar mavjud bo'lishi mumkin. Masalan, aliment, sud qarori bo'yicha qarzdorlik
ortiqcha to'lab yuborilgan pensiyani qaytarish, kredit yoki boshqa majburiy to'lovlar. Agar pensionerning pensiyasidan qonuniy ushlab qolinayotgan summa bo'lsa, indeksatsiyadan keyin ham qo'lga tegadigan pul kutilganidan kam chiqadi. Odam pensiyam oshmadi deydi. Aslida hisoblangan pensiya oshgan, lekin ushlab qolish ham davom etgan. Uchinchi nozik jihat, pensiya va qo'shimcha to'lovlarni aralashtirib yubormang. Ba'zi pensiyalarda asosiy pensiya tashqari kompensatsiya, parvarish puli, urush yoki mehnat faxriyligi bo'yicha ustama, alohida imtiyoz to'lovi, kommunal kompensatsiya yoki boshqa to'lov bo'lishi mumkin. Har birining oshirish tartibi boshqa. Masalan, asosiy pensiya indeksatsiya qilinadi, lekin bir ustama o'zgarmaydi. Natijada umumiy summa 10% emas, 6-7% ga oshgandek ko'rinadi. Bu hisoblashning xususiyati bo'lishi mumkin. 4-nozik jihat. Ish staji bo'yicha eski hujjatlar. Ko'plab keksalarda Sovet davridagi mehnat daftarchasi, kolxozda ishlagan davr, harbiy xizmat, bola parvarishi, o'qish davri yoki boshqa davrlar to'liq kiritilmagan bo'lishi mumkin. Agar pensiya tayinlanganda ayrim staj hisobga olinmagan bo'lsa, indeksatsiya qilinsa ham asosiy pensiya past qoladi. Ya'ni muammo indeksatsiyada emas, boshlang'ich hisob-kitobda. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'p ko'rganman. Odam 10 yil avval pensiyaga chiqqan, keyin eski arx hujjatini topgan. Qo'shimcha staj tasdiqlangan, natijada pensiya qayta hisoblangan. Indeksatsiyadan ko'ra aynan hujjat topilish ko'proq foyda bergan. 5-nozik jihat. Ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik pensioner pensiyaga chiqqanidan keyin ham ishlaydi. Bu juda yaxshi, chunki hayot xarajatlari bor, tajribali kadrlar kerak. Lekin ishlash davridagi daromadlar pensiyani qayta hisoblashga qanday ta'sir qilishi qonunchilikdagi aniq tartibga bog'liq. Ba'zi holatlarda qo'shimcha staj yoki badallar keyinchalik qayta hisoblash uchun asos bo'lishi mumkin. Ba'zi holatlarda esa avtomatik ta'sir qilmaydi. Shuning uchun ishlayotgan pensioner ish beruvchidan rasmiy mehnat shartnomasi, maosh ma'lumotlari, soliq va badal hisobotlari to'g'ri yuritilayotganini tekshirish kerak. 6-nozik jihat. Eng kam pensiya darajasi. Ba'zan davlat eng kam pensiya miqdori oshirildi deb e'lon qiladi. Bu hamma pensiya oluvchilarning pensiyasi bir xil foizda oshadi degani emas. Bu degani ma'lum toifadagi pensiya yoki nafaqa minimal darajadan past bo'lmasligi kerak. Masalan, kimdir 800 ming so'm olayotgan bo'lsa va yangi eng kam daraja 900 ming bo'lsa, uning summasi 900 mingga yetkazilishi mumkin. Lekin 1.700.000 ming olayotgan pensioner bu o'zgarishdan bevosita katta qo'shimcha olmasligi mumkin. Chunki u allaqachon minimal darajadan yuqori. 7-nozik jihat, hamma qariyalar degan tushuncha huquqiy emas. Qonunda odamlar qariya deb emas, yoshga doir pensiya oluvchi, nogironlik pensiyasi oluvchi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi, ijtimoiy nafaqa oluvchi kabi toifalar bilan yuritiladi. Shuning uchun yangilikni eshitganda sarlavhaga emas, hujjatdagi toifalarga qarang. Aynan shu joyda odamlar noto'g'ri xulosa chiqaradi. Kimdir qo'shnisi bilan o'zini solishtiradi. Lekin qo'shnining staji boshqa, pensiya turi boshqa, ustamasi boshqa, hatto qarzdorligi ham boshqa bo'lishi mumkin. Endi eng muhim qism, siz nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, oladigan to'lovingiz turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi? Nogironlik pensiyasimi? Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Buni bilmasangiz, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling yoki MyBongoKBuz, pensiya tizimiga tegishli elektron xizmatlar, bank ilovasi yoki mahalla orqali ma'lumot oling. To'lov turi aniqlanmaguncha nega menga oshmadi degan savolga to'liq javob topib bo'lmaydi. Ikkinchi qadam, oxirgi 3 oyda olgan summangizni yozib chiqing. Masalan, yanvarda qancha tushdi, fevralda qancha tushdi, martda qancha tushdi. Har oy bir xilmi yoki farq bormi? Agar indeksatsiya bo'lgan oyda summa oshgan bo'lsa, qancha oshganini alohida yozing. Ko'pchilik pensioner pulni oladi, lekin aniq raqamni eslab qolmaydi. Keyin esa hisoblash qiyin bo'ladi. Men tavsiya qilaman, alohida daftar tuting yoki farzandingiz telefonida jadval ochib bersin. 3-qadam, pensiya hisob-kitob varaqasini so'rang. Bu juda muhim. Siz faqat kartaga tushgan pulni emas, hisoblangan pensiya miqdorini ham bilishingiz kerak. Unda asosiy pensiya, ustamalar, ushlab qolishlar, qayta hisoblashlar ko'rinishi mumkin. Agar bo'limga borsangiz, mening pensiyam indeksatsiyadan keyin qanday hisoblanganini ko'rsatib berishingizni so'rayman deb aniq ayting. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. 4-qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar.
pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, ish stajini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomalari, harbiy xizmat hujjatlari, oliy yoki o'rta maxsus ta'lim diplomi, bola parvarishi bilan bog'liq hujjatlar. Ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, nogironlik bo'yicha TM2 yoki tibbiy ijtimoiy ekspertiza hujjatlari, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha o'lim guvohnomasi va qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar. Hamma hujjat hamma kerak emas. Lekin sizning holatingizga tegishlisi topilsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. 5-qadam. Agar rozi bo'lmasangiz, yozma ariza bering. Faqat og'zaki shikoyat ko'pincha natija bermaydi. Arizada shunday yozish mumkin: menga tayinlangan pensiya miqdori indeksatsiyadan keyin qanday hisoblanganini yozma ravishda tushuntirib berishingizni, pensiya ishda hisobga olingan ish staji va oylik daromadlar ro'yxati taqdim etishingizni so'rayman. Arizani 2 nusxada tayyorlang. Bir nusxasini topshiring. Ikkinchisiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydiring. Agar elektron murojaat qilsangiz, murojaat raqamini saqlab qo'ying. 6-qadam, bank tushumini tekshiring. Ba'zan muammo pensiya jamg'armasida emas, bank o'tkazmasi, karta, plastik hisob, ishonchnoma yoki naqd tarqatish jadvalida bo'lishi mumkin. Agar pensiya hisoblangan, lekin kartaga tushmagan bo'lsa, bank bilan ham bog'lanish kerak. Bankdan operatsiyalar tarixi yoki ma'lumotnoma oling. Ayniqsa keksa odamning kartasidan farzandi, qarindoshi yoki boshqa shaxs foydalanayotgan bo'lsa, tushum va yechimlarni alohida nazorat qilish zarur. 7-qadam. Qo'shnining pensiyasiga qarab xulosa chiqarmang. Bu juda muhim maslahat. Ikki odamning yoshi bir xil bo'lishi mumkin, lekin pensiyasi butunlay boshqacha hisoblanadi. Masalan, biri 35 yil rasmiy ishlagan, ikkinchisi 12 yil. Biri yuqori maoshdan badal to'lagan, ikkinchisi minimal maoshda ishlagan. Biri qo'shimcha ustama oladi, ikkinchisi olmaydi. Shuning uchun solishtirish faqat umumiy tasavvur beradi, huquqiy dalil bo'la olmaydi. 8-qadam. Agar staj yetishmasa, arxiv izlang. Ko'p odam men ishlagan korxona yopilib ketgan deb taslim bo'ladi. Lekin korxona yopilgan bo'lsa ham, hujjatlari davlat arxivida, tuman arxivida, yuqori tashkilot arxivida yoki voris korxonada saqlanishi mumkin. Arxivga so'rov yuboring. Eski mehnat daftarchasidagi muhrlar, buyruq raqamlari, ishga kirgan va chiqqan sanalar juda muhim. Agar hujjat topilsa, pensiya ishi qayta ko'rib chiqilishi mumkin. 9-qadam. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Pensiya oshirilganda men sizga pensiyani ko'paytirib beraman. Pul tashlang, hujjat qilib beraman. Bank kartangiz kodini ayting degan odamlar ko'payadi. Hech kimga karta PIN kodi, SMS kod, bank ilovasi parolini bermang. Rasmiy organlar hech qachon telefon orqali SMS kodingizni so'ramaydi. Pensiya masalasida faqat rasmiy bo'lim. Davlat xizmatlari markazi, rasmiy portal yoki ishonchli huquqiy maslahatga murojaat qiling. Demak, pensiya indeksatsiyasi hammaga tegishli bo'lishi mumkin, lekin hammaning puli bir xil oshmaydi. Asosiy sabablar: pensiya turi turlicha, staj va ish haqi tarixi farqli, ustamalar alohida hisoblanadi, ayrim to'lovlar indeksatsiyaga kirmasligi mumkin. Minimal miqdor oshishi esa faqat past summadagi to'lovlarga kuchliroq ta'sir qiladi. Shuning uchun qariyalarni bo'lishdi degan gap hissiy jihatdan tushunarli, lekin amaliy tomondan qarasak, tizim toifalar, hujjatlar va hisob kitoblar asosida ishlaydi. Men sizga maslahat beraman, pensiyangiz turini biling. Oxirgi tushumlarni yozib boring. Hisob kitob varaqasini so'rang. Staj hujjatlaringizni tekshiring va agar shubha bo'lsa, albatta yozma murojaat qiling. Huquqini bilgan odam o'z pulini ham, yaqinlarining manfaatini ham yaxshiroq himoya qiladi. Agar sizda ham pensiya oshirilgandan keyin tushunarsiz holat bo'lgan bo'lsa, kommentariyada yozing. Qaysi turdagi pensiya olasiz? Qancha edi? Qancha bo'ldi? Qaysi savol qiynayapti? Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki pensiya masalasida bitta to'g'ri ma'lumot ba'zan bir oilaning oylik daromadini himoya qilib qoladi.